Tahrim surasi Madinada nozil bo'lgan. Jami 12 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey payg'ambar, nima uchun Alloh sana halol qilgan narsani ayollaringning roziligini tilash yuzasidan harom qilasan? Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Allah sizlarga kaforat bilan qasminglardan chiqishni belgiladi. Allah sizlarning eganglardir. Allah har narsani bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. O'z vaqtida payg'ambar ayollardan biriga, ya'ni Hafsaga bir so'zni yoshirin aytgan edi. O, ya'ni Hafsa uni Oyshaga aytib qo'ygan. Allah bo'lsa sirning oshkorlanganligini payg'ambarga bildirgan chaqda, u, ya'ni payg'ambar uningga Hafsaga ya'ni Hafsa oshkorlab qo'ygan so'zlarning ba'zisini aytdi. Ya'ni yuziga soldi. Yana ba'zisini aytmadi, ya'ni yuziga solmadi. Payg'ambar uningga sirni oshkorlab qo'yganligini aytgan chaqda, u, ya'ni Hafsa, buni sana kim xabar qildi dedi. Payg'ambar, "Menga buni hammani bilib turg'uchi, hammadan to'liq xabardor Alloh xabar qildi" dedi. Agar Oysha, Hafsa ikkinglar Allohga tavba qilsanglar, o'zinglar uchun yaxshidir. Sizlarning dilinglar Rasulullohga ixlos qilishdan burilib ketdi. Agar sizlar Rasululloh xo'p ko'rmaydigan ish ustida uningga taqobil tursanglar, o chaqda Allah uning madadkoridir. Jibril-mo uning madadkoridir. Mo'minlarning yaxshilarimi uning madadkoridir. Ulardan boshqa farishtalarmi uningga yo'lanchikdir. Agar u sizlarni qo'yivatsa, Parvardigori sizlarning o'rninglarga sizlardan yaxshi Allohning va payg'ambarning amriga bo'ysunguchi, Allohga va payg'ambarga iymon etguchi, itoat qilguchi, gunohlardan tavba qilguchi, ibodat qilguchi, ro'za tutguchi cho'konlarni va qizlarni uningga berishi mumkin. Ey mo'minlar, o'zinglarni va bola chaqanglarni inson va toshlar yiqilg'u bo'ladigan, rahim qilmaydigan qattiq qo'l farishtalar muvakkal bo'lgan do'zaxdan saqlanglar. O farishtalar Allohning buyrug'idan chiqmaydi. Nimaga buyurilsa, shuni ijro qiladi. Ey kofirlar, bugun o'zri aytmanglar, sizlar faqat qilmishinglarning jazosini tortsizlar. Ey mo'minlar, Allohga samimiy tavba qilinglar. Umidki Parvardigoringlar sizlarning gunohinglarni yo'qqa chiqaradi. Sizlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. O kunda, ya'ni qiyomat kunida Allah payg'ambarni va uning bilan birga bo'lgan mo'minlarni rasvo qilmaydi. Ularning nuri ularning oldida va o'ng tarafida yuradi. Ular, ey Parvardigorimiz, bizga nurimizni mukammallashtirib bergin, bizga mag'firat qilgin, sen bo'lsang haqiqatan har narsaga qodirsan, deydi. Ey payg'ambar, sen kuffar va munofiqlar bilan kurash qilgin. Ularga qattiq muomala qilgin. Ularning joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy. Allah kuffarlarga ularning mo'minlar bilan tuqqanchiligining foyda bermasligida Nuhning ayolini va Lutning ayolini misol qilib ko'rsatdi. Ular bo'lsa bizning bandalarimizdan ikki yaxshi bandimizning amrida edi. Ularning ikkilisi erlariga iymon etmaslik bilan xiyonat qildi. Ularning erlari, ya'ni Nuh bilan Lut, payg'ambar turuqliq ulardan Allohning azobidan hech narsani dafi qilolmadi. U ikkisiga do'zaxga kirguchilar bilan birga kiringlar deyildi. Allah iymon etganlarga Firavunning ayolini misol qilib ko'rsatdi. O'z vaqtida u, ey Parvardigorim, dargoyingda menga jannatda bir uy bino qilgin, meni Firavundan va uning yomon amaldan qutuldirgin, meni zolim qavmdan qutuldirgin dedi. Hamda Imronning qizi Maryamni misol qilib ko'rsatdi. U ishpitini saqladi. Uningga bizning tarafimizdan bo'lgan ruhni puvladik. Puvlangan ruh uning ichiga kirib, Isoga homildor bo'ldi.
U Parvardigorning so'zlarini va nozil qilgan kitoblarini tasdiq qildi va Allohga itoat qilguvchilardan bo'ldi.